Dadam doim mendan so'rardi: "O'g'lim, sen butun dunyo bo'ylab filmlaring uchun juda ko'p mukofotlarga sazovor bo'lding, lekin Oskarni qachon olasan?" deb. "Dada, axir men faqat komediyalarda rol ijro etganman-ku", deb javob berardim. Va ko'p yillar o'tib men Gollivudga keldim. Katta studiya va rejissyorlar bilan uchrashdim. Do'stim Silvestr Stallonening uyiga tashrif buyurdim. Bu 23 yil oldin bo'lgan voqea. Men uni uyida bu kichkina narsani ko'rib qoldim. Uni qo'limga oldim, o'pdim, hidlab ko'rdim. Menimcha hali ham meni barmoq izlarim unda turibdi. Ha. Va qachonlardir men ham shu mukofotni qo'lga kiritaman deb o'zimga va'da berdim. Mana kino sanoatida 56 yil, 200 dan ortiq filmlar va juda ko'p singan suyaklardan keyin va nihoyat u meniki.